Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilib, kelgusida rejalarga to'xtalib o'tamiz. Maqsadimiz erishilgan natijalarni sarhisob qilish va oldinda turgan ustuvor vazifalarni belgilab olishdir. Sayxunobod tumani hokimligi axborot xizmati tomonidan 2025-yilning birinchi choragida 7 ta brifing, 3 ta matbuot anjumani, 5 ta ochiq muloqot, 2 ta press tur tashkil etildi. Axborot xizmati tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda berilgan onlayn efirlar soni 8 tani tashkil qiladi. Axborot yetkazib berish shakli infografika, foto, audio, video va matn shakllarida 12 ta infografika, foto va video shakllarida ijtimoiy tarmoqlar orqali keng yoritib borildi. Axborot yetkazib berishda radio va televideniye, gazeta va veb-saytlarda e'lon qilingan materiallar holati quyidagicha. Jumladan radioda 1 ta, televideniyada 7 ta, gazetada 4 ta hamda veb-saytlar orqali 18 ta material ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Tanqidiy materiallarga munosabat berishda axborot xizmati tomonidan 2025-yilning birinchi choragida 3 ta tanqidiy materialga o'z vaqtida javob berish choralari ko'rildi. Tanqidiy chiqishlarga munosabat berishda tezkorlikni oshirish, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali aniq pozitsiyani bildirishga e'tibor qaratildi. Rasmiy bayonotlar berishda tashkilot rahbari yoki axborot xizmati tomonidan muayyan axborot va voqealar yuzasidan jami 4 ta rasmiy bayonot berildi. Ushbu bayonotlarning bittasi video formatda ijtimoiy tarmoqlar va televideniye orqali e'lon qilindi. 3 ta matn shaklida rasmiy veb-sayt, gazeta va boshqa ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Oldinda bizda quyidagi ustuvor vazifalar kutib turmoqda. Yangi press tur, intervyu va matbuot anjumanlari sonini oshirish, ijtimoiy tarmoqlar va veb platformalar orqali tezkor va interaktiv axborot yetkazish tizimini rivojlantirish, mahalliy va xalqaro media platformalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot xizmati tomonidan tezkor javob mexanizmini yanada samarali yo'lga qo'yish va auditoriya bilan bevosita aloqalarni mustahkamlash. Axborot xizmati va tashkilot rahbari tomonidan tezkor va aniq rasmiy bayonot berish tizimini yanada yaxshilash rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.